Mening ismim Milok va men biroz vazn yig'ib oldim. Shu sabab keling, oqsillar, lipidlar va uglevodlar nima ekanini aniqlab olamiz. Har doim bo'lgani kabi, bugun ham bir kichik tanlov o'tkazamiz. Biz boshlaymiz. Organizm energiyani qayerdan oladi? Eng avvalo uglevodlardan. Lipidlar, ya'ni yog'lar guruhi esa ancha kamroq ishlatiladi. Oqsillar esa faqat juda zarur holatlarda, boshqa yo'l bo'lmagandagina energiya manbai sifatida qo'llanadi. Shunday savol tug'iladi: nega organizm birinchi navbatda lipidlarni emas, uglevodlarni sarflaydi? Buning bir necha asosli sabablari bor. Oqsillar va lipidlar organizmda juda ko'plab foydali vazifalarni bajaradi. Uglevodlarning esa asosiy vazifasi organizm uchun yoqilg'i bo'lish. Lipidlar energiyani o'ta ko'p miqdorda ajratadi. Organizmga esa odatda shuncha ko'p energiya kerak bo'lmaydi. Agar sen kamin yoqmoqchi bo'lsang, u yerga portlovchi moddani tashlamaysan-ku, to'g'rimi? Ehtimol, sen eng oddiy yoqilg'i vositasini tanlaysan. Xuddi shunday, uglevodlar ham organizm tomonidan oson va tez o'zlashtiriladi. Qisqa yo'l eng qulay yo'l. Uglevodlar parchalanganda 1 gramm modda taxminan 17,6 kilojoule energiya ajratadi. Bu juda samarali energiya manbai hisoblanadi. Uglevodlar ikki guruhga bo'linadi: monosaxaridlar va polisaxaridlar. Monosaxaridlar nisbatan kichik molekulalar, ularni monomerlar deb ham atashadi. Polisaxaridlar esa bir nechta monosaxaridlardan tashkil topgan yirik molekulalar. Uglevodlar juda muhim, biroq boshqa biomolekulalarning ham o'ziga xos afzalliklari bor. Keling, buni tushunib olamiz. Masalan, oqsillar organizmdagi eng foydali moddalar qatoriga kiradi. Ularning eng asosiy 5 vazifasi quyidagicha. Birinchisi, qurilish vazifasi. Oqsillar organizmda g'isht rolini bajaradi. Ular to'qimalar va hujayra tuzilmalari qurilishida ishtirok etadi. Ikkinchisi, fermentativ vazifa. Oqsillar organizmdagi kimyoviy reaksiyalarni boshqaradi va tezlashtiradi. Ular ovqat hazm qilish jarayonida, nafas olishda va boshqa ko'plab muhim reaksiyalarda ishtirok etadi. Uchinchisi, transport vazifasi. Ba'zi oqsillar moddalarni organizm ichida tashishga qodir. Masalan, gemoglobin o'pkadan to'qimalarga kislorod tashiydi. To'rtinchisi esa himoya vazifasi. Antitanachalar bu oqsillar bo'lib, ular immun tizimiga infeksiyalarga qarshi kurashishda yordam beradi. Ular bakteriya va viruslarni belgilab, organizmning ulardan xalos bo'lishiga yordam beradi. Va so'nggisi, beshinchisi, regulyator vazifa. Oqsillar boshqa oqsillar yoki genlarning faolligini boshqarishi mumkin. Oqsillar, lipidlar va ularning funksiyalari. Oqsillar monomerlar, ya'ni aminokislotalardan tashkil topgan. Ularning o'zaro bog'lanishi peptid bog'i deb ataladi. Bu jarayonda ikki molekula birlashganda suv ajralib chiqadi. Turli aminokislotalar birlashib peptid zanjirini hosil qiladi. Keyin esa u o'ziga xos shaklda o'ralib, oqsilni tashkil etadi. Oqsilning turi uning shakllanishiga bog'liq bo'lib, turli vazifalarni bajarishiga imkon beradi. Endi lipidlarga o'tamiz. Ularning eng mashhur vakillari mumlar, yog'lar, yog'li moddalar va fosfolipidlar. Mumning asosiy vazifasi organizmni himoya qilishdir. Masalan, asalari yoki qarag'ay daraxtlari o'z ignalarini mum qatlami bilan qoplab, ularni quyosh nurlaridan himoya qiladi va namlikni ushlab turadi. Mum shuningdek qurilish materiali sifatida ham ishlatiladi. Bundan tashqari, mum romantik vazifani ham bajaradi. Past chiroqlarni yoqib, mum chiroqlarda ma'lum bir muhit yaratishi mumkin. Yog'li moddalar. Ular ko'pincha o'simlik va hayvonlarda uchraydi va yog'lari bilan birga ishlaydi. Yog'lar hujayra membranalarining shakllanishida ishtirok etadi. Ba'zi vitaminlarni tashishda yordam beradi. Shuningdek, terini namlantiradi va tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Ba'zi noyob funksiyalari ham mavjud. Masalan, chuqur dengiz akulalarining jigarida topilgan maxsus yog' ular suvda suzishni ta'minlaydi va ba'zi tadqiqotlarga ko'ra rak kasalligidan himoya qiladi. Yog'lar organlarni himoya qiladi va tananing issiqlikni saqlashiga yordam beradi. Shuningdek, organizmda uglevod yetarli bo'lmaganda energiya manbai sifatida ishlatiladi. Barcha lipidlar, shu jumladan yog'lar, suvda yomon eriydi. Gidrofobik xususiyatga ega. Gidro suv, fob qo'rquv degan ma'noni bildiradi. Ammo bundan mustasno fosfolipidlar. Ular qisman gidrofobik bo'lib, o'ziga xos tuzilishi tufayli suv bilan aloqa qilganda membrana hosil qiladi. Membranasiz hujayra esa haqiqiy hujayra hisoblanmaydi. Shunday qilib, bugun biz oqsillar, lipidlar va uglevodlar haqida murakkab, ammo muhim bilim oldik. Bu molekulalar polimerlar bo'lib, o'z navbatida monomerlar,
ya'ni kichikroq molekulalardan tashkil topgan. Masalan, oqsillar aminokislotalardan, lipidlar glitserin va yog'lardan, uglevodlar esa glyukoza kabi shakar molekulalaridan iborat.